Oq qog'ozga yozilgan ko'zga umuman ko'rinmaydigan yozuvni qanday qilib chiroyli sariq rangda paydo qilish mumkin? Bu tajriba kimyoning rang o'zgartirish sirini bolalarga ajoyib tarzda ko'rsatib beradi. Buning uchun avvalo bir stakanga suv quyib, unga non sodasini 2 qoshiqcha qo'shamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Ikkinchi stakanga esa yuqori foizli etil spirtdan quyib olamiz va unga kurkuma solamiz. Uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Endi non sodali aralashma yordamida oq qog'ozga istalgan rasm yoki yozuvni yozamiz. Yozuv yozilgandan so'ng qog'oz quriguncha biroz kutamiz. Bu vaqt davomida yozuv ko'zga butunlay ko'rinmas bo'lib qoladi. Qog'oz to'liq qurigach cho'tka yordamida butun qog'oz betini kurkumali aralashma bilan bir tekis bo'yab chiqamiz. Cho'tka qog'ozga tegishi bilanoq ajoyib mo'jiza yuz beradi. Avval ko'rinmas bo'lgan yozuv birdaniga to'q jigarrang qizg'ish tusda paydo bo'lib, atrofdagi qog'oz esa sariq rangda qoladi. Natijada yozuv aniq va chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Bu tajriba bizga kislota ishqor reaksiyalari va tabiiy indikator haqida qiziqarli tushuncha beradi. Nima uchun shunday bo'ldi? Buning siri kurkumaning ishqoriy muhitda rang o'zgartirish xususiyatida yashiringan. Kurkuma tarkibida shunday modda mavjud bo'lib, u o'ziga xos pH indikator vazifasini bajaradi, ya'ni muhitning kislotali yoki ishqoriy ekanligiga qarab rangini o'zgartiradi. Oddiy holatda neytral yoki kislotali muhitda kurkuma sariq rangda bo'ladi, ammo non sodasi kuchli ishqoriy modda bilan uchrashganda kurkumaning kimyoviy tuzilishi o'zgaradi va to'q qizg'ish jigarrang tusga kiradi. Shu sababli non sodali eritma bilan yozilgan ko'zga ko'rinmas yozuv joylari kurkuma bilan bo'yalganda darhol qizg'ish rangga kirib, aniq ko'rinadigan bo'lib qoladi. Atrofdagi sof qog'oz esa kurkumaning oddiy sariq rangida qolaveradi. Har bir tajribadan so'ng ishlatilgan idishlarni toza qilib yuvish muhim hisoblanadi, chunki toza yuvilmagan idishda boshqa tajribani qilsa, u moddalar tarkibi ham o'zgarib, tajriba o'xshamasligi mumkin. Shuning uchun men har tajribadan so'ng idishlarimni Bavi Super Achistitel bilan tozalab olaman. Bavidan keraklichasini solib, so'ng ustidan qaynoq suv quyishimni o'zi kifoya. Bir zumda ko'pirib toshib, idishlarimni oppoq qilib beradi. Hech qanday kuch ishlatishim ham shart emas. Mana natijasini ham o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Tajriba yoqqan bo'lsa, siz ham albatta bolalaringiz bilan sinab ko'ring. Bu ular uchun juda ham qiziqarli bo'ladi. Videoga like bosishni va yaqinlarga ulashishni unutmang.